Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli qarindoshlar. Ulug' Ramazon oyi oxirlashib qoldi. Biz bir tarafdan bizni huzur halovatga yetkazgan, Alloh taologa texmi yaqin qilgan ulug' Ramazon oyidan ayrilganligimiz uchun qayg'ursak, bir tarafdan Alloh taolo biz mu'minlarga belgilab bergan hayitning kelayotganligidan xo'shallanyapmiz. Ya'ni bir qayg'u, bir xo'shallik bilan turyapmiz. Endi Ramazon ro'zasi biz burunma aytgandek Alloh taolo bizga belgilab bergan ilohiy maktab, qazinish fursati va yengilanish mavsumi. O'sha ilohiy maktabda biz tarbiyalanamiz. Qazinish fursati bo'lgan shu oyda savob qozonamiz va yengilanish mavsumi bo'lgan, ya'ni shu oyda yengilamiz. Ya'ni bu Ramazonning oldidagi emas biz. Ramazonda va Ramazondan keyin biz cho'qim yaxshilik tarafga o'zgaramiz. Ramazonning maqsadi shu endi. Endi Ramazonning asosli g'oyalarini 5 desak bo'ldi masalan. İradəni tavlash. Ramazonda irodamiz tavlandi. Nafsimizni kontrol qilishni o'rganamiz masalan. Taqvoligimizni oshirish. Ramazonning g'oyasi taqvolikni oshirish. La'allakum tattaqun deydi masalan. Ro'za farz qilingan oyatda. Ya'ni taqvo bo'lishinglar uchun deylik. Undan keyin axloqimizni isloh qilish. Ramazonda og'zimizni buzmaymiz, g'iybat qilmaymiz, aziyat bermaymiz, töhmet qilmaymiz. Chunki Ramazonda bunda qilsak, boshqa vaqtdagidan bakroq gunoh bo'ldi, hatto ro'zamiz buzilib ketdi deb qo'rqamiz, shunda qilmaymiz. Harom yemaymiz, halol bilan ish qilamiz. Shunda bo'lgandan keyin biz Ramazonning asosiy maqsadlarini qo'lga keltirgan bo'lamiz shunday qilsak. Endi qazanğanlar üçünmü Ramazanda müştaqalıqı fursat bölüp şunu ganimet bilip Ramazanda köp ibadet kılıp Allah'a yakın bulup qazanğanlar üçünmü bu Ramazan ketip kaldı. Gafletli kılıp qazanmay ziyan tatqanlar üçünmü bu Ramazan ketip kaldı. Hemesi okşaş ketdi. Endi kimnin qazanğan, kimnin ziyan tatqanlıqını nereden bilmez? Bunu şu 5 narsadan bilmez endi. Ramazonda bizning Alloh bilan bo'lgan aloqamiz, munosabatimiz chingidimi? Ya'ni Allohga texmi yaqinlashib taqvoligimiz oshdimi? Axloqimiz isloh qilindimi? Iymonimiz kuchlandimi? Irodamiz texmi kuchaydimi? Mushuning hammasida biz belgilik natija qozongan bo'lsak, biz şu qazanğanlarning qatorida bo'lamiz endi. Endi qazanib qo'yish bilan ish tugamaydi. Chunki qazanib qo'yish bilan tursak, biz yana Ramazondan burungi holatimizga qaytib ketamiz. Mana Ramazonda olgan tarbiyamizning asar qolmaydi. Shunga biz qo'yib bermaymiz. Xuddi bizning nafsimiz nayt shosh bir otga o'xshaydi. Bu otni Ramazonda yigil qo'ymay, ichkil qo'ymay, tomosha qilg'il qo'ymay shunda kontrolimizni tutdik. Endi Ramazondan keyin buningki shu yuganni shundal bir qo'yib bersak, bu yo'q bo'ldi, ketdi. O Ramazonda bir oy uni bizniki tarbiyaligimizning hech qanday foydasi yo'q endi. Ya'ni Ramazonda shunda yaxshi ma'naviyatlarni elib, axloqimizni tuzaltib, iymonimizni kuchlantirib, Allah bilan bo'lgan musobimizni yaqinlashtirib, mushunda qilib bo'lgandan keyin biz endi Ramazondan keyin tugide deb Ramazondan oldingi kundek bo'lib kelsak, biz Qur'on Karimda bayon qilingan o'zi mahkam egirgan yipni buzib o'tgan xotinga o'xshaymiz. Va'da qilib, va'dasiga amal qilmaganlarni shu yip egirib yipini o'zi buzib o'tgan xotinga o'xshatgan Qur'on Karimda Alloh taolo. Buningga bak diqqat qilish kerak endi. Endi Ramazonda
Her qanday vaqtda bizning ikki dona dushmanimiz bo'ldi. Biri shayton, biri bizni yomonlikqa buyuradigan nafsimiz. Şeytanni Allah Taala Ramazonda bog'laydi. Shu shayton bizni azdiramaydi Ramazonda. Ammo nafsimizni o'zang bog'lig'ida bizga qo'yib berdi. Ham nafs bilimiz 3 turlik nafs bor. Nafsul mutmainna xotirjam nafs bu. O'zini kontrol qila olgan xotirjam nafs. Ikkinchi an-nafsul lawwama o'zininki nafsning xatoliklarga ogohlantirish berib turadigan nafs. Uchinchi an-nafsul ammara bisu yomon ishga buyuradigan nafs. Mushu yomon ishga buyuradigan nafsni biz yugansilib boshqaramiz. Endi biz shuni yaxshi boshqara olsak, taqvoligimizni texmi yaxshi oshira olamiz. Agar shuni boshqara olmasak, Ramazonni gunoh qilib solamiz. Nimishqa? Chunki nafsni shu yomon ishga buyurgan nafsni boshqara olmagan bo'lamiz. Ramazonda umuman insonlar gunohdan yiroq turdi. Haromdan yiroq turdi. Nimishqa shundoq? Biri Alloh taolo shaytonlarni bog'lab berdi. Ikkinchi yomon ishga buyurgan nafsimizni biz o'zimiz kontrol qildik. Ramazonda bizning ruhimizni ibodat bilan to'yg'izganligimiz va nafsimizni och qo'yib, och qoldirganligimiz, ya'ni och qoldirganligimiz uchun shu tuyungan ruhimiz och qolgan nafsimiz ustini g'alaba qilib, shuni bizning ruhiy ma'naviyatimiz kuchli bo'ldi, gunoh qilmaymiz. Endi Ramazondan keyin agar biz shu Ramazondagi holatimizni saqlab qolmasak, Ramazonning ilgirki vaqtlarga o'xshash qaytib qolamiz. O'chaqda biz nafsimizni to'yindiramiz, ya'ni nafsimizni to'yg'izamiz, ma'naviyatimizni och qo'yamiz. Shuning bilan ya'ni Ramazonning oldingi vaqtidagidek bo'lib qoldi. Shuni biz aynan bo'lib qolmaslik uchun nafsimizni qo'yib bermasligimiz kerak, kontrolimizni tutishimiz kerak. Yil bo'yi shunday tutishimiz kerak. Agar hamda Ramazonda shunday bo'ldik, Ramazondan keyin boshqa vaqt, burungi vaqtdagidek shunday o'ssak bo'ldi deydiganlar bo'lsa, bular Ramazonning maqsadini tushunmagan, Alloh taolaning ro'zaga buyurishdagi hikmatini tushunmagan, islom dinimizning ruhini tushunmagan bo'ladi. Alloh taolo bizni ibodatlar qabul bo'lgan, dinimizni to'g'ri tushungan, duosi ijobat bo'lgan solih yaxshi bandlardan qilsin. Amin.